Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli ustozlar, qarindoshlar, hammanglarga Allohning rahmati, salomi, barakati bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo har biringlarni har joyda xotirjam salomat qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu dunyodagi hayotimizni sog'lom iymon, sab aqida va Allohning rasulining ko'rsatmasiga muvofiq holatda yaxshi amallarni qilish bilan o'tkazishga muyassar qilsin. Amin. Bugünkü tafsir dersimiz Bakara suresi 94. ayetten 102. ayetkice. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Yuqorida o'qilgan oyatlarning qisqacha tarjimasi. Ey Allohning payg'ambari, shu yahudiylarga, ya'ni yahudiylar oxirat diyorida jannat faqat bizga xos bo'ladi, jannatga insonlardan boshqa hech kim kirmaydi degan shu yahudiylarga shundoq deb aytganki, agar sizlar mushu jannatdan iborat oliy manzil o'ringa tezlik bilan yetishni maqsad qilib qolsanglar, unda bo'lsa o'limni orzu qilinglar, o'limni talab qilinglar. Sizlar o'lim orqali mushu dunyoning g'am qayg'ulari, ig'irchiliklari, jafo mushaqqatdan qutulib rohatlanasizlar va shundaqla jannat bizga xos degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, shundoq qilib o'lib jannatga qutul kirib ketinglar. Ular hargizmi o'limni orzu qilmaydi. Nima uchun desa, ularningki hayoti dunyoda Allohga kofir bo'lganlik, Allohning payg'ambarini inkor qilganlik, Alloh nozil qilgan kitoblarni o'zgartganlik sababidan qilgan nachar qilmishlari bo'lganlikdan ular hargizmi o'limni orzu qilmaydi. Allah ulardan bo'lsin yoki ulardan boshqa barliq insonlardan boshqalarga yoki o'zga zulm qiluvchilarni Allah yaxshi bilguchidir. Allah har bir insonni o'zining qilgan amaliga yarasha yaxshi bo'lsa yaxshi mukofot, yomon bo'lsa yomon jazo azob bilan jazolaydi. Ey Allohning payg'ambari, sen bu yahudiylarni insonlarning orasida hayotga eng bak erisman, hayoti dunyoni shundoq yaxshi ko'radigan topsan, garchi hayoti dunyo e'tiborsiz oddiy bo'lsa-mu, balki ular o'lgandan keyin tirilish va hisob berishga ishonadigan, Alloh tarafdan kitob berilgan ahli kitoblar bo'lmoqlik turug'liq, o'lgandan keyin tirilishga va u vaqtida hisob bo'ladiganligiga ishonmaydigan mushriklardan bak hayoti dunyoda, ya'ni dunyoda uzun yashashga hirisman bo'ladi. Ularning birlari 1000 yil yashashni yaxshi ko'rib ketadi. Amma ular mayli 1000 yil yashsin yoki eningdan ko'p yashsin, ularning uzun umr ko'rganligi ularni Allohning azobidan yiroq qilmaydi. Qanchalik yashsin, ya'ni cho'qim o'zining nachar qilmishlari sababidan Allohning azobiga duchor bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ularningki amallaridan qilayotgan barliq qilmishlaridan xabardordir, uni ko'rib turguchidir. Uningdan hech narsa Allohga maxfiy qolmaydir. Alloh ularni shu qilmishiga yarasha jazo mukofotlaydi. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Ey Allah'ın peygamberi, Yahudilerden Farishtalarning orasida Jibril bizning dushmanimiz degan yahudiylarga aytgan deydi. Ya'ni kimki
Cibril aleyhisselamni düşman tutadigan, o Cibril aleyhisselam bo'lsa Allohning izni bilan sening qalbingga Qur'oni Karimni ilib tushuvchi farishta. O Qur'oni Karim bo'lsa o'zidan ilgirki ilohiy kitoblarni, Injil, Tavrat o'xshash ilohiy kitoblarni tasdiqlovchi va kishilarni yaxshilikqa boshlab qo'yg'uchi, mu'minlarga Alloh subhanahu va taolo ular uchun tayyorlagan ne'matlardan xush xabar beruvchi shunday kitob. Bu kitobni farishtalardan Cibril aleyhisselam ilib tushgan. Har qanday odam mushu sifatdagi, mushundaq ishni qiladigan farishtani dushman tutadi ekan, bu odam uchuq ozg'un kishidir. Kimki Allohning farishtalarini va Allohning elchilarini va shundaqla Allohga yaqin bo'lgan Cibril, Mikail qatorliq bu ikki farishtani dushman tutadi ekan, haqiqatan Alloh subhanahu va taolo mayli Yahudilar sizlardan bo'lsin yoki sizlarning g'ayringlardan bo'lsin, kofirlar uchun Alloh dushmandir. Kimki Alloh ening dushmani bo'ladi ekan, bu odam dunyo oxiratda uchuq ziyon tortquchidir. Ey payg'ambar, biz sana seninki rostliging va sen ilib kelgan payg'ambarlik va vahiyning rostligini isbotlaydigan ro'shan alomatlarni nozil qildik. O sana kelgan dalil, hujjatlar, ro'shan alomatlar uchuq turg'uliq bilan uningga kofir bo'lganlar, bular Allohning dinidan chiqib ketgan fosiq fojirlardir. أَوَكُلَّمَا آهَدُوا أَحْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Hamda Yahudilarning ahvollarining eng nacharligining jumlasidan haqiqatan ular har qachon bir ahd bersa, ulardan bir ahdi elinsa, shuning qatoridan masalan Tavratda Muhammad alayhissalomning payg'ambar ekanligini bildiradigan dalil isbotlarga ishonishmi shuning qatoridan ulardan bir firqalari, bir jamoat, bir turkum kishilar o'zlarininki bergan va'dasini buzdi. Belki Yahudilarning ko'p qismi haqiqatda Allah nazil qilgan kitobga ishonmaydi. Chunki haqiqiy iymon degan insonni o'zining qilgan ahdisi, va'dasiga vafo qilishga turtki bo'ladi. Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh tarafidan oxirgi payg'ambar elchi qilib avatilgan vaqtida, ya'ni u payg'ambar sallallohu alayhi va sallam apkagan Qur'oni Karim va payg'ambar alayhisalomning o'zininki ahvollari, ularning qo'lidagi kitob Tavratda bayon qilingan sifatlarga muvofiq bo'lganligini ular bilib turib, Yahudilardan bir firqa bu haqiqatni bilgandan keyin Muhammad alayhisalomga ishonish va iymon etish agishdan yuz o'ridi va ular o'zlarining qo'lidagi ularga haqiqatni bayon qilib turayotgan Tavratdan iborat kitobini uningdagi dalil isbotlarga parvo qilmasdan o'zining keyniga cho'ribatdi. Bularning ahvoli hidoyat va haqiqatdan hech qanday narsadan foydalanmaydigan bilimsiz, nodon, jahil kishilarningki holiga o'xshaydi. Ya'ni ularning haqiqatga parvo qilmasligi, Allohning kitoblarini cho'rib tashlashlari shunga o'xshaydi. Yuqorqi oyatdan chiqadigan foydalar: birinchisi, haqiqiy mu'min Allohning huzuridagi qiyomat kuni Allohning huzurida jannatda erishadigan doimlik muqim ne'matni orzu qiladi. Shuning uchun mu'min Alloh taologa uchrashishga va qiyomatga uchrashishga xursand bo'ladi, o'limdan qo'rqmaydi. Yahudilar dunyo hayoti har qancha nachar, qiyinchilik bo'lsa-mu, isil bo'lmasa-mu, ular dunyoga nihoyat hirismand bo'ladi. Har qanday bir inson Allohga yaqin bo'lgan, Allohning yaqin kishilarini farishtalardan bo'lsin yoki insonlardan bo'lsin Allohning yaqin kishilarini dushman tutadi ekan, bu kishi haqiqatda Allohni dushman tutgan bo'ldi. Yahudilarningki Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambar qilib avatilgandan keyin
ular o'zlarining qo'llaridagi kitobda Muhammad sallallohu alayhi va sallamning haqiqiy payg'ambar ekanligini isbotlaydigan dalillarni ko'rib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligiga ishonish agishdan yuz o'rganligi bu eng cho'ng xoinlikdir. Hamda har qanday odamga Alloh subhanahu va taolo ilm, ma'rifat ato qilsa, bu odam o'zining ilmidan manfaatlanmaydi ekan yoki manfaat yetkazmaydi ekan, bu odam jahil yoki nodon, bilimsiz deb sifatlansa to'g'ri bo'ladi. Chunki bu odamningki o'qigan ilmining o'ziga yoki o'zgalarga manfaat bermasligi bu odamni shu sifatda shu jahilga hech nima bilmagan nodon odamga o'xshatib qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni anglaganga, bilganga amal qiladigan va bilganlarimizni kuchimizning yetishicha boshqalarga yetkazadigan, shu orqali haqiqatni dunyoga taratadigan haqiqiy taqvodor mu'minlarning qatoridan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.